Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bugun dispetcherlar hayotidan bir lavha degan videomni ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rishingiz mumkin. Ish jarayoni, logistika haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Agar video yoqsa, like bosasiz, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Xo'sh, videoni boshlaydigan bo'lsak, men sizlarga tushuntiraman hozir qisqacha. Xo'sh do'stlar, logistika o'zi nima? Logistikada bizni sohamiz asosan car hauling, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida mashinalarni bir nuqtadan boshqa nuqtaga tashishga xizmat ko'rsatish hisoblanadi. Bu yerda bizni ofisimizda asosan ish ikkiga bo'lingan. Mana shunaqa, bu tarafda Pensilvaniya department Kaliforniyaga yuk jo'natadi. Kaliforniya department yana Pensilvaniyaga, xullas biri boshqasiga traklarni to'ldirib jo'natish bilan shug'ullanadi. Yana nima deb tushuntirsam bo'ladi? Mana bu ish jarayoni, xullas traklarni to'ldirish. Ro'zimrod. Bu narsada xo'sh, yana boshqa ma'lumotlar beradigan bo'lsam, bu yerda ma'lum bir o'ziga xos veb-saytlar bor. O'sha yerdan bozor deyiladi bu. O'sha bozordan siz o'zingizga to'g'ri keladigan yo'nalishdagi yuklarni olib, haydovchilarga berasiz. Ular esa uni yetkazib berish orqali ish davom etadi. Bizda yosh ishchilarimiz ham bor. Yosh logistikada ishlaydigan dispetcherlarimiz. Ahmadjon, o'z fikringni bildir. Zo'rmi? O'zbekistonda asosan kechqurun bo'ladi bu ish. Kechki smenada ishlaydi. Bizdagi faqat bir smena, faqat kechqurun ish, kunduzi dam. Mana bu yerda Jasur degan glavniy ishchimiz bor. Katta ishlarni hal qiladigan bolakay mana shu bo'ladi. To'g'rimi Jasur gapi? Jasur akadan intervyu olamiz. Jasur, bir nima de? Shahar, nima deysan? Ish yaxshi bo'lyapti. Ishni qiyinchiliklari uyqu kelishi, o'sha uyquni yengsa, buyog'i hammasi cho'tib ketaveradi asta-asta. Sabr qilib. Logistikada yaxshi dispetcher bo'lish uchun necha oy vaqt ketadi? Bu bolani o'ziga bog'liq. 2 oydan 5-6 oygacha ketishi mumkin. Bu nimaga bilasan? Xo'sh, Diyorbek, qanday? O'rganyapsanmi? Ha, singiz Yangi shogirdlar bu. Qanday bo'lyapti taassurotlar? Taassurotlar yetarlicha. Yetarlicha. Hammasi Qiyinchiliklar yetarlicha. qiyinchiliklar ham hammasi yetarlicha bo'lyapti. Bu yangi o'rganadigan dispetcherimiz qanday bo'lyapti ish o'rganish, Diyor? Yaxshi bo'lyapti. Xudoga sekin o'rganyapmiz. Hammasi ham Yaxshi o'rganganingda yana savol beraman. Saloyin aka, professional dispetcherlarimizdan bu kishidan bir og'iz gap olamiz. Qani Saloyin aka? Nima deying qani? Ish haqida ishlaydigan bo'lsangiz. xo'sh, ish birinchidan juda ham yaxshi kasb. Qiyinchiliklari faqat shu kechqurun oqshom uyqudan qolish bo'ladi. Jasur aytganida, boshqa narsalarni odam qilgan ishni odam qiladi. Hamma narsani asta-sekinlik bilan o'rgansa, odam o'ziga bog'liq birinchi navbatda. Harakat qilsa, hamma narsaga erishadi. Qanchalik tez o'rganib, tez harakat qilib, yaxshi ishni olib borsa, shunchalik oyligi oshib boradi.
Bizlar ham boshida kelganmiz, kam oylik berib, hozir asta ko'tarilib borilyapti. Nima derdim? O'sib kelayotgan yoshlarga tavsiya qilamiz. Yaxshi ish, kelajagi bor ish. Nima deydi? Bu yerda eng asosiysi aqlni ishlatishda, to'g'ri nima deydi? Направление bo'yicha, to'g'ri yo'nalish bo'yicha harakat qilsa, keyin albatta ingliz tilini yaxshi o'rgansa, qiyinchiliklar kam bo'ladi deb o'ylayman-da. Shunday. Mikrofonimni qo'yib olaman. Suhrob aka, sizda nima gap? Mana shu ishlang. Hamma ishlayapti shu narsa. Suhrob aka, sizni qiladigan ishingiz nimalardan iborat o'zi? Hozirgi kunda men qiladigan ishim lokalga qarash. Lokal deganda nima o'zi? Bir tushuntirib bering. Lokal bu kichik trak hisoblanadi. Aha. Bittadan 3 tagacha avtomobil sig'ishi mumkin. Lokal mahalliy yuklar tashiladi. Katta traklar bormaydigan joylarga. Ya'ni uzoqqa emas, Yaqinga shu uchun lokal deyiladi. Misol uchun katta traklar kira olmaydigan joylarga, downtownlarga yuklarni olib borib beradi. Asosan o'sha bilan shug'ullanadi. Katta roddagi yuklarni downtownlarga olib borib berish. Ish boshlaganingizga qancha payt bo'ldi? 3 oy bo'ladi. Qanday? Yaxshi o'rgandingizmi? Tushunmagan narsalar qolganmi? To'g'risi 2 oy, 2,5 oyda o'zim mustaqil qarashni boshladim. Bundan tashqari bu ish speakingni rivojlantirish uchun ham juda yaxshi imkoniyat. Bu ishda qiyinchiliklari shu yuk olgandan keyin muammo kelib chiqmasa, boshqa qiyinchiligi yo'q. Schedule qilishdagi muammolar bo'lsa. Schedule qilishdagi muammolar lokalda nisbatan osonroq schedule qilish, katta rotlarga qaraganda lokalda osonroq. Kichik joy bo'lgani hisobiga yuk ko'p olinadi, lekin schedule qilish yaxshiroq. Xo'p, ishlarga omad, rahmat. Aziz, qanday? Biz yana seni topdik. Biz yana uchrashdik, Aziz. Mana seni izlab yuribdi. Bunday qilsam bo'ladimi? Taqmasam bo'ladimi? Taqib qo'ysang bo'ladi, taqmasang ham bo'ladi. Shunday gapiraman. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Qanaqa savollarga javob berishim kerak? Shunaqa. Qanday bo'lyapti, Aziz? Bo'lyapti, sekin-sekin market ancha tushgan. Bozor ahvoli haqida gapir, hozirgi. Hozir oxirgi 2-3 oylarni umumiy analiz qiladigan bo'lsak, market ancha tashlagan nisbatan. Bozorda yuklar qo'yilishi va ularning narxi ham sezilarli darajada tushgan. Nechta track cover qilyapsan? Endi o'zbekcha aytganda nechta furalarni to'ldiryapsan hozir shu kunlarda? Hozir biza haftasiga umumiy tim bo'lib qaraymiz, ya'ni departament bo'lib qaraymiz. O'shanda haftasiga 8 ta 10 ta oralig'ida traklarni cover qilyapmiz, to'ldiryapmiz. Narx-navolar ham ancha tushgan, shundaymi? Narx-navolar tushgan, lekin tushunog'imizni harakat qilyapmiz, yaxshiroq gross qilishga, kompaniyaga ko'ra foyda olib kelishga paxta yo'q. Aziz, o'tgan safar ham oylik haqida gapirmading-ku, oyliklar yaxshimi? Oyliklar yaxshi. Yo, haftasiga 3000 mas'ul. Qani shu gapni aytdim odam. Qani? To'g'ri o'rningdan, 3000 olasan men sen. 3000 olaman dema, kommentni odam bosib ketar keyin. Kommentariyani. Ha, haftasiga 3000 topish mumkin degan gaplar bo'lmagan gap. Mana shu joyni spoiler qilib qo'yasiz. Haftasiga 3000 topish mumkin degan joyi bor-ku. Rahmat fikrlar uchun. Hozir oyliging ko'tarilsa kelaman. Ro'zimurodga yuzlanamiz. Mana Ro'zimurod. Bu nima de? Aytdim-ku. Next'ga legenda devor tamom. Yo, video olyapti-da shu. Mayli. Buni bu hali oylik olmayapti-da, oylik olgan payti kelaman buni oldiga. Xullas do'stlar, shunaqa gaplar. Bittasi bu taraf Pensilvaniya departament, yana ikkalasi bir-biriga haydovchilarni jo'natish, to'ldirib bir-biriga, masalan bu tarafdagilar uy deyiladi, ya'ni uyda Pensilvaniyada yashaydi, haydovchilar, shofirlar hammasi Kaliforniyaga jo'natadi, Kaliforniyadagilar yana Pensilvaniyaga jo'natadi. O'shanaqa ish bilan shug'ullanishadi. Logistika qiyinmi, osonmi? Shuna haqida gapiring.
Ha? O'ziga yarasha. Qiyinchiligi bor a? Keyingi videolarda ko'rishamiz do'stlar. Sog' bo'ling. Omon bo'ling.